1050 demak darslarimizni boshlaymiz. Birinchi navbatda butun va kasr qism haqida gaplashishimiz kerak. Demak, qavslarni farqini bilib oling. Mana bunaqa to'rt burchak qavs butun qism deb ataladi. Agar mana bunaqa sistemli qavs deydi, mana shunday ko'rinishida berilsa, bu kasr qismini top deydi. Ya'ni bir nechta misollarni ko'ramiz. Masalan, xo'sh, minusligini ham va plyusligini ham ko'ramiz. Birinchi navbatda e'tibor bering mana buni. 9,85 bo'lsa, butuni nechi bo'lsa, o'sha o'zi chiqadi. Ya'ni o'sha berilgan songa eng yaqin va undan kichkina butun son hisoblanadi. Va mana buni hisoblanadi. 23,2 ekan, uning butun qismi demak 23 kelib chiqadi. Mana 23,2 niki 23. Mana butun qismini ol degani uchun shunday qilyapmiz. Xo'sh. Yoki berilgan kasrimiz noto'g'ri kasr ekan, buni aralash kasrga aylantirilib oladi. Mana 9,2 dan 1 bo'lyapti va buni butun qismi mana 9 bo'lgani uchun 9 butun kelib chiqar ekan. Yoki mana qarang, e'tibor bering, asosiy yerda minusli bo'lsa, minuslikni bitta keyingisi olinadi, ya'ni -7 bo'ladi. Mana buni ko'rinishda berilsa, buni avval aralash kasrga aylantirib olib, keyin esa uni ishlashimiz kerak ekan. Demak, -9,2 dan 1 bo'ladigan bo'lsa, buniki -10 degan javobga ega bo'lamiz. Xullas, hozirgi o'rgangan ma'lumotimizda bitta plyusli, bitta minuslilarni shunday qilib tahlil qilib yozib oldik. Xo'sh, endi qoidani esimizdan chiqarmaylik. O'sha kasrni butun qismini topishimiz uchun berilgan songa yaqin va undan kichik butun sonni olishingiz kerak. Ya'ni mana bu yerda -7 bo'lgani sababi undan kichkinasini olinyapti. -9 bo'lgani uchun minus kichkinasi yoki masalan 9 butun nechidir bo'lsa, undan eng kichigi mana eng kichik va unga yaqin bo'lgan sondir. Mana shu ta'rif asosida ishlandi. Navbatdagi savolda demak mana shuni kasr qismini topishimiz kerak ekan. E'tibor bering, 9,85 ekan. Ya'ni mana shu berilgan ifodamizda qavsi to'rtburchak qavs emas. Bu degani kasr qismini topish kerak degani. Kasr qismini topishimiz uchun berilgan sondan uning butun qismini ayrilganday hosil bo'lgan qismidir. Ya'ni mana shu bir nechta misollarimizni yozib olamiz. Xo'p, birinchisida mana maydalab o'sha sondan, mana berilgan sondan uning butun qismi, demak, buni butun qismi biz bilamiz 9 ga teng. Ayirsak, demak 0,85 degan qismdagi javobga ega bo'lamiz. Xullas, mana bunaqa qismida javobimiz mana shu kelib chiqadi. Mana buni ham xuddi shunday qilib ishlaydigan bo'lsak, 0,175 chiqadi. Demak, kasr qismini oling degan uchun mana shu javob. Endi noto'g'ri kasr ko'rinishida berilsa, aralash kasr qilib oldik. Mana shunda aralash kasr qo'yganimizda javobimiz 3 dan 2 kelib chiqyapti. Mana e'tibor bering, 3 dan 2 ko'rinishida. Mana bu 4 dan 3 pastidagi ifodamizda kasr qismi o'zi bo'ladi. Shuning uchun o'z holicha yozishimiz kerak bo'ladi. Buni 4 dan 3 niki. Xullas, bizning javoblarimiz kasr qismlarida mana qavs mana bunday bo'lgan paytda o'shinga 3,3 dan 2 deydigan bo'lsak, 3 dan 2 bo'ladi. Kasr qismini olishimiz kerak. Qoida shundan iborat. Navbatdagi o'sha savolimizda demak, mana shu misolni alohida bo'limlarni ishlab chiqamiz. Ya'ni mana bu yerga qarang, 100 ko'paytiruv mana buni to'rtburchak qavsda berilganiga diqqat qarating mana. Bu to'rtburchak qavs butun qism degani. Demak, 0 ko'paytiruv 7 dan 1 ekan. Mana buni qavsiga e'tibor bering. Mana sistemli qavs ko'rinishida berilyapti. Bu kasr qismini ol degani, ya'ni aralash kasrga aylantirib olib 3,7 dan 4 ekan. Endi har bittasini butun qismini. Mana buni butun qismini olsam 0 ekan. Buni kasr qismini oladigan bo'lsam 7 dan 4 ekan. Xullas, buni ko'paytirsam 0 bo'lib ketadi va buni bizning javobimiz shunda 7 dan 4 bo'ladi. Xullas, misolning javobi 7 dan 4 degan javobga ega bo'lamiz. Demak, mana shuni qilib ishlashimiz kerak ekan. Javob 7 dan 4 ekan. Savolimizda 1 dan boshlab 80 gacha bo'lgan ko'paytma nechta 0 bilan tugaydi debdi. Bizda qoida bor, ya'ni 1 dan n gacha bo'lgan sonli ko'paytmasi nechta 0 bilan tugashini topish uchun n ni 5 ga, n ni 5 kvadratiga, n ni 5 kubiga,
N ni 5/4 va hokazolarga bo'lib butun qismini olish kerak. Ya'ni bizda hozir 1 dan 80 gacha bo'lgani uchun 80 taqsim 5, 80 taqsim 5 ning kvadrati va hokazo 80 taqsim 5 ning kubi bo'lyapti. Demak, bu to'rtburchak qavs butun qism degani uchun buni bunga bo'lamiz. Va shunda hozir biz bo'ladigan bo'lsak, aytgancha bularni hisoblashi bir 5 ning kvadrati 25, 5 uchinchisi 125 ekanligini hisobga olib bo'lishimiz kerak. Demak, birinchisi 16 bo'ladi. Ya'ni 85 ga bo'lsak, точно 16 chiqadi. Masalan, mana bu yerda 25 bo'lgani uchun 80 ni 25 ga bo'lsa, 75 ichida 3 ta bor. Ya'ni 3,25 dan 5 bo'lyapti. Buni butun qismini ol desa, mana bu 3 bo'ladi. Shuning uchun 3 yozilyapti. Va keyingisi 80 taqsim 125. Uning butun qismi 0 dan iborat. Shuning uchun mana bu yerga 4 ni yozilmaydi. 80 taqsim 5 ning 4-si. Baribir butun qismi ham 0 bo'ladi. Xullas, endi 16 ga 3 ni qo'shamiz. Shunda bizning javobimiz 19 kelib chiqadi. Demak, javobimiz 19 ekan. Navbatdagi ifodamiz, demak, ko'p xatlar degan mavzu ekan. Bu ko'p xatlar asli bir xatlardan iborat bo'ladi. Ya'ni ko'p xatlar bir xatlarning yig'indisi va ayirmasidan iborat bo'ladi. Bu nima degani? Masalan, bizga savol bersa, ushbu berilgan ifodalar birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rttadan qaysi biri ko'p xat deyapti. Shuni aniqlashimiz uchun, demak, mumkin bo'lgan bir xatlardan tuzilgan bo'lishi kerak. Mana bu yerga e'tibor bering. Mana minusli turibdi. Bu mumkin emas bir xat. Demak, mana shu ko'p xatimiz ko'p xat hisoblanmaydi. Yoki mana bu yerda harfga bo'lingan. Bu ham ko'p xat emas. Demak, mumkin bo'lmas bir xatlar bori mumkin emas. Mana bularni darajasi minus emas, ya'ni harfga ham bo'linmagan. Demak, shuni hisobga oladigan bo'lsak, javobimiz 1 bilan 2 degan mana shu javoblarimiz to'g'ri bo'ladi. Navbatdagi savolimizda, demak, 5-darajali bir xatni toping deb savol beribdi. Har bitta 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi savollarni birma-bir tahlil qilib chiqamiz. Buning uchun qoidani bilib olishimiz kerak. Bir xatning degan darajasi deganda harflarni darajasini qo'shishimiz kerak. Demak, masalan, birinchisini olaylik. Harflarni darajasi bu yerda 1, bu yerda 2 bor. Demak, qo'shadigan bo'lsak 1 ga 2 3. Bu degani bu 3-darajali bir xat ekan. Keyingisi, mana buni darajalarini qo'shamiz. S ni tepasida 1, D ni tepasida 1 ekan. Demak, bu 2-darajalik bir xat ekan. Bizda 5-darajalikni so'ragan. Demak, ikkita javob chiqib ketdi. Navbat bunga keldi. Uchinchisi bir xat emas, esimizdan chiqmasin. Chunki darajasi minus kelyapti. Va oxirgi mana 4-chisini oladigan bo'lsak, mana 1 1 turibdi va 2 bor. Demak, hammasini qo'shadigan bo'lsak, bu 5 chiqyapti. Demak, bizdan so'ralgan 5-darajali bir xatni toping desa, mana shu 4-chisi ekan. Navbatdagi savolimizni 5-darajali ko'p xatni toping debdi. E'tibor bering, bir xat emas, ko'p xat so'rayapti. Demak, ko'p xatning darajasi deyilganda ko'p xatga kiruvchi bir xatlarning eng katta darajasi tushuniladi. Ya'ni bu nima degani? Mana misolimiz berilishidagi ifodani yozib oldik. Har bitta darajasini hisoblab chiqaylik. Bu 1-daraja, bu bilan bu esa 3-daraja. 2 ga 1 qo'shdim, bu 1 bo'ldi. Demak, bularning ichida eng katta darajasi 3 bo'lgani uchun mana shu ifodamiz 3-darajali ko'p xat hisoblanadi. Yoki mana ikkinchisini qaraylik. 1 ga 1 qo'shsam 2 bo'ladi. Bu 2 ekan. Mana yerda 4 ga 2 ni qo'shsam 6 ekan. Mana bu 1 turibdi. Demak, mana shu berilgan ikkinchi ifodadagi ifodamiz eng katta darajasi 6 bo'lgani uchun 6-darajali ko'p xat hisoblanadi. Va keyingisi mana bu 1-daraja, bu 3-daraja, chunki 1 ga 2 ni qo'shamiz. Mana bu esa 4 ga 1 qo'shsam 5 bo'ladi. Bundan chiqdi bu 5-darajali ko'p xat hisoblanadi. Taki mana maydalab yozib ko'rsatyapman. Xullas, bizdan so'ralgan 5-darajali ko'p xatni toping degan uchun mana shu 3-chisi to'g'ri hisoblanadi. Demak, shuni hisobga olamiz. 4-chisida minus turganiga e'tibor bering. Minus bo'lsa, o'zingiz bilasiz, bu bir xat bo'lmagani uchun mana shu ifoda ko'p xat emas deb hisoblanadi. Xullas, bizning javobimiz 3-chisi degan javob to'g'ri bo'ladi. Navbatdagi savolimizda mana shunga o'xshash bir xatni toping debdi.
Endi bu yerda sal tajribali bor odam har bir harfi va harfini darajasi bir xilni qidiradigan bo'lsa, o'z-o'zidan mana shu 4-inchisi AB kvadrat x kubni beryapti. Endi sizga tushunarli bo'lishi uchun o'xshash hadda deyapmiz. Harflar bir xil bo'lishi kerak. Qavsning ichida yozib qo'yganman. Darajasi ham. Masalan, bu yerda ABX bo'lsa, mana yerda ham ABX. Buni olmaymiz. Chunki bu yerda b ning kvadrati va x ning kubi bor. Mana b ning kvadrati va x ning kubi bor. Mana bunisida esa x kub bo'lgan bilan mana x kubi bor, lekin mana bu b ning kvadrati bo'lishi kerak. Bu yerda a ning kvadrati qilingan. Xullas bizning javobimiz mana bu yerda berilgan o'sha 4-inchisi to'g'ri bo'ladi. Navbatdagi savolimizni boshlaymiz. Xo'sh, mana e'tibor bering. Mana shu ifodani o'xshash hadlarni ixchamlang debdi. Birinchi navbatda misol berilishini yozib olaylik. Har bitta ifodani harfsiz qandoq hisoblasak, shundoq hisoblab olishimiz kerak. Ya'ni -8, -5, +7, +2 bo'ladi. Mana shularni hammasini hisoblab chiqish kerak. Sonlarni harfsiz yozib olib. Masalan, 8 bilan 5 hisoblaymiz. Bu 13 ni beradi. Ya'ni -13. Bu yoqdagisi esa 9 ni beradi. Demak, +9 hisoblasak -4 chiqadi. Ya'ni mana sizga tushunarli bo'lishi uchun a sini yozib ko'rsatyapmiz. Mana shu sonlarni hisoblab olamiz. Nima turgan bo'lsa, keyin yoniga o'sha harfni yozib qo'yishimiz kerak. Tak, bu yerda mana sonlarni o'zi olinayotganini yana bir tushuntirib qo'ydim. Shunda -4a degan ifodaga kelamiz. Shu o'rinda yana bitta asosiy narsani esingizdan chiqarmang. Mana bu berilgan shartidagi, ya'ni o'xshash hadni ixchamlang degan so'zni o'rniga soddalashtiring desa ham bo'ladi. Mana uzun turgan narsa mana sodda bo'lib qoldi yoki ixcham bo'lib qoldi desa ham xato emas. Yoki standart shaklga keltiring deyilsa ham mana shu 3 ta ma'nosi bor. Mana bu ifoda standart mana bunday ko'rinishga kelib qoladi. Mana shu narsa standart ko'rinishga keltiring degani. Navbatdagi savolimizda o'nli kasr ko'rinishida berilgan, ya'ni o'nli kasrlarni o'xshash hadlarni ixchamlashimiz kerak ekan. Keling misolni berilishini yozib olamiz. E'tibor bering, birinchi bo'lib mana bu ikkalasini hisoblaymiz. -1/8 +2/8 hisoblasa +1 chiqadi. Demak, +1 bilan -4,5 ni hisoblaydigan bo'lsak, -3,5 chiqadi. Yana qaytaraman, mana shu berilgan ifodalarni hisoblab oldik. Demak, mana shu yergacha hisoblaganim -3,5 chiqdi. Bu yerda esa -2,9 turibdi. Demak, 3,5 dan 2,9 ni ayiradigan bo'lsak, -6,4 bo'ladi. Xullas, bizning mana shu misolimizning javobi -6,4 m bo'ladi. Mana harf nima bo'lsa, shuni oldiga yozib qo'yiladi. Unchalik qiyin emas. Demak, mana shu o'nli kasrlarni ham mana bitta hisoblashini ko'rib oldik. Navbatdagi savolimiz, demak, kasrli ko'rinishda berilganlarni o'xshash hadini ixchamlaymiz. Demak, avvalgisi o'nli kasr bo'lsa, bu yerda aralash kasr ko'rinishida berilyapti. Demak, misolni berilishini yozib olamiz va endi har bittasini aralash kasr ekan, noto'g'ri kasr qilib olib, mahraji bir xil ekan keltirib olamiz. Ya'ni buni bunga ko'paytirib qo'shdik. Bu 27 ga 5 esa 32 bo'lyapti. Bu esa 18 ga 5 esa 25 mana 18 7 25 bo'lgan. Bu esa 18 2 ni qo'shsa 20 bo'ldi. Endi hammasiga 9 ni umum mahraji beramiz. Bundan buni ayiramiz, keyin esa qo'shib, keyin esa ayiramiz. Demak, shunday qilib hisoblasak -14 chiqdi. Endi bu aralash kasrga aylantirsa bo'ladi. -1,9 dan 5. Demak, shuni hisobga olib bizning javobimiz -1,9 dan 1 z bo'ladi. Xullas, aralash kasrlarni noto'g'ri kasr qilib olib, bittada hisoblab olamiz. O'shani aralash kasrga aylantirib, agar aylansa, aylanmasa o'z holicha qo'yiladi. Xullas, mana shuni oldiga z harfini qo'yib qo'yish kerak ekan. Qaysi harf berilsa, o'shani qo'yib qo'yamiz. Demak, navbatdagi savolni boshlaymiz. E'tibor bering, mana shu misolni o'xshash hadlarni ixchamlang debdi. Mana misoli berilishini yozaylik. Bu yerda avvalgilardan farqi hammasi bir xil emas. Harfimiz har xil. Demak, shuni hisobga olib, mana a larni e'tibor bering. +18 +2 turibdi.
Demak, mana shu ikkalasini a'larni o'zini alohida hisoblab olinadi. Demak, a'larni hisoblaydigan bo'lsak, bizda 20 chiqar ekan. Demak, a'sini yozib qo'yamiz. 20 a chiqdi. Endi esa b ga o'tamiz. Mana sizga ajratib ko'rsatyapmiz. -13 plus 3 ekan. -13 plus 3 buni hisoblaydigan bo'lsak, -10 bo'ladi. Demak, shuni hisobga oladigan bo'lsak, -10 b ni yozamiz. Mana bu bilan bu bitta, mana bular esa bitta bo'ldi. Xullas, mana shunga qarab turib bizning javobimizni orasidagi ishorasini qo'yamiz. Agar +10 chiqqan bo'lganda mana bu yerga plus qo'yilardi. Xullas, mana shunday qilib o'xshash xatlarni ham ko'rib tugatdik.